Assalomu alaykum. Mani ismim Aziza. Men bugun vizualizatsiya haqida tushunib qolganimni anglashni aytmoqchiman. Mana mahallada Duv gap kinosida o'sha Mehrixon momo arxitektor qizni kelin qilmoqchi bo'ladi va shuni orzu qilib o'tiradi. Keyin ko'chada idishini samovarini yuvib nima qiladi? O'sha domda o'tirgan, mana shu balkonda o'tirgan tomosha qilib, orzu qilib o'tiradi. Haqiqatdan shunga erishadi. Arxitektor kelinga ham erishadi. O'sha domda o'tirib, maza qilib o'tirganini tomosha qilganini haqiqatdan shunga ham erishadi. Qo'shnilari ham Mehrixonmi deb hamma hayron qoladi. Mana kinolarimizda ham ishlatilgan ekan vizualizatsiya. Biz bo'lsak, endi chiqdi deb yuribmiz bu narsani. Qadimdan bor ekan. Shuni anglab yetdim.